kunda o'rgansa bo'larkanmi? Bo'ladi. Mana shu hamma qo'ygan reklamaga обучениямga 20 kun yetarli bo'larkanmi? Ha, yetarli. Menga yoqdi. Nimalarni o'rgandingiz mana shu 20 kunning ichida? 20 kun ichida odam tanasi bilan, ya'ni odam anatomiyasi bilan, ichki a'zolari bilan qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar ishlashni, uni holati qanday bo'lishidan qat'iy nazar tez yordam ko'rsatishni, hijomani mukammal o'rgandim desa ham bo'ladi. Massaj turlarini deyarli o'rgandim. Ignoterapiyada ham boshladik ishlashi. Yoqdi menga juda ham. Darslardan qoniqdingiz-a? Ha, qoniqdim. Mashalloh. Nazira opa, juda ham xursandman. Katta rahmat sizga. Baraka toping, sizga ham rahmat. O'rgangan bilimlaringiz xayrli, manfaatli bo'lsin. Rahmat. Ha. Mana Aziza igloterapiyani bugun apparatlari bilan o'rgandilar. Igloterapiya qiyin emas ekanmi, Aziza? Yo'q, juda ham yaxshi. Tezkorda o'qidim o'zim. Tavsiya qilaman ko'pchilikga, o'rgansa bo'lar ekan. Bemalol o'zingiz intilishingiz bo'lsa, o'rganib kutgan natijani chiqarsangiz bo'ladi.